Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun savol-javob rubrikamizning navbatdagi soni. YouTubedan kelgan savollarimizga javob berishga harakat qilamiz. Agar sizlarning ham shunaqa savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Birinchi savolimiz: 24 yoshdaman. Tepajag'im oldinga chiqqan. Operatsiya narxi qancha bo'ladi degan savol berishgan ekan. To'g'ri, 24 yoshda operatsiyani o'tkazsa bo'ladi. Deyarli 18 yoshdan keyin o'sish davri to'xtaydi. Shu sababdan 18 yosh, 19 yoshdan keyin operatsiyalarni o'tkazish imkoniyati bor. 24 yoshda ham amalga oshirsa bo'ladi. Endi sizda yuqori jag'ingiz oldinga chiqqan bo'lsa, agar faqatgina yuqori jag'ni o'zida operatsiya o'tkaziladigan bo'lsa, uni narxi boshqacha bo'ladi, o'zgacha bo'ladi. Agar ikkala joyda ham operatsiya o'tkazish kerak bo'lsa, unda narx o'zgaradi. Shu sababdan avval yaxshilab tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Agar bizda aybdor jag'imiz faqat yuqori jag'ni o'zida bo'lsa, unda taxminan shu operatsiyaning narxlari 50 million, 40 millionlar atrofida bo'lsa kerak. Sababi yuqori jag'da operatsiya o'tkazish jarayoni ancha murakkab hisoblanadi. Kalla suyaklari bilan birikkan, uni alohida ajratib olish murakkab hisoblanganligi uchun men o'zim endi operatsiya qiladigan mutaxassis emasman. Taxminiy raqamlar bu. Albatta uni aniq raqamlarini yuz jarrohidan so'rashingiz bo'ladi. Operatsiya qilishdan oldin ikkita yo'l bor. Birinchi, operatsiyagacha bo'lgan davrda uni breketlar yordam bilan to'g'irlash, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish etapi. Ba'zan shunaqa jarrohlik yo'llari bo'ladiki, uni darrov, ya'ni operatsiyaga tayyorgarlik ko'rmasdan turib, ya'ni breketlarni qo'ymasdan turib ham birinchi operatsiya amaliyotini o'tkazib, undan keyin breketlar yordamida tish qatorini to'g'irlasa ham bo'ladi. Shuning uchun qaysi yo'ldan borish kerakligini uni sizni ortodont shifokoringiz va o'sha sizni operatsiya qiladigan yuz jarroh shifokori belgilaydi. Ularning ko'rsatmalari asosida bu narsa amaliyot bajariladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men og'zimda kichkinaligimdan beri stomatit bo'ladi. Yo'q qilishim uchun nima qilsam bo'ladi degan savol kelib tushibdi. Yoshligidan beri bu narsa davom etadigan bo'lsa, bu stomatitning virusli turi bo'lishi mumkin. Uni yaxshilab birinchi tekshirib ko'rish kerak. Buni ko'pincha o'sha surtmalar yordamida bakteriologik tekshirib ko'riladi. O'sha tekshirilganda har xil dori vositalaridan uni yo'qotish uchun bizni laboratoriyalarda maxsus o'zi tekshirib ko'rilgandan so'ng unga qarshi dori vositasini sizga yozib berishadi. Shu sababdan agar stomatit chiqqan bo'lsa, birinchi navbatda o'shani mutaxassisiga, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati bilan ishlaydigan mutaxassisga uchrashingiz kerak. O'shandan bakteriologik tekshiruv o'tkazilib, o'shanga qarshi maxsus dori vositasini ichsangiz yoki ishlatsangiz, o'shanda sizda samaraliroq effekt bo'lishi mumkin va buni butunlay yo'qotish imkoniyati tug'ilishi mumkin. Bundan tashqari, bu organizmning umumiy immun holatiga ham bog'liq. Agar sizda immunitetingiz tushib ketgan bo'lsa, bu narsa ham sizda doimiy ravishda stomatitlarning chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan o'zingizning organizmingizni, immunitetingizni ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. Og'zimdan yomon hid keladi, oshqozonda og'riq bor. Nima qilsa bo'ladi degan savol berishibdi. Og'iz bo'shlig'idan yomon hid kelishining asosiy sabablaridan biri bu noto'g'ri tozalash, ya'ni gigiyenaga rioya qilmaslik yoki rioya qilsak ham tishlarning qonun qoidasi bo'yicha tishlarni tozalamaslik. Mana shuni hisobida ko'pincha bizda tishlarimiz orasida ovqat qoldiqlari qolib ketadi. Bu narsalar bijg'ishga va yomon hid kelishiga sabab bo'ladi. Shu sababdan og'iz bo'shlig'ini har ovqat iste'molidan so'ng tishlarni yuvish va o'zini maxsus tish iplaridan, ya'ni zubnoy nitlaridan foydalangan holda har bitta tishning orasini tozalab chiqish kerak bo'ladi. Ko'pincha o'sha tishlarning orasiga go'sht qoldiqlari, ovqat qoldiqlari qolib ketib, tishlarimizni yuvganimizda qoldiqlar chiqib ketmaydi. Shu sababdan bu yerda og'iz bo'shlig'ida hidlanishi, bijg'ish holatlari yuzaga kelib, og'izdan noxush badbo'y hidlar kelishi imkoniyati yaratiladi. Oshqozondagi og'riq bilan ko'pincha agar og'iz bo'shlig'ida tishlarimiz notekis joylashgan bo'lsa, prikusimiz noto'g'ri bo'lsa, bu narsa ovqatni maydalashda, ovqatni chaynashda ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ovqat to'liqligicha chaynalmaydi, ya'ni to'liqligicha maydalanmaydi. Bu ishni oshqozon o'z zimmasiga olishi mumkin. Shu sababdan oshqozon 2 barobar, 3 barobar ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Ba'zi bir ovqatlarni hazm qilishga imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin, parchalashga, maydalashga imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin. Ko'pincha agar yaxshi chaynalmagan ovqat luqmasini bemor yutib yuborsa. Shu sababdan agar bizning tishlarimiz notekis bo'lsa, ba'zi bir tishlarimiz yo'q bo'lmasa,
ovqat chaynash koeffitsiyenti, ya'ni ovqatni maydalash holati buziladi. Bu narsa oshqozondagi og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar sizda tishlaringiz notekis bo'lsa, uni to'g'irlash tavsiya qilinadi. Agar qaysidir tishlaringiz yo'q bo'lsa, o'sha tishlarning o'rnini qayta tiklash tavsiya qilinadi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Tishlarimni har kuni yuvaman, ammo erim og'zingdan yomon hid kelyapti deydi. Nima qilsam bo'ladi? Albatta, boya aytganimdek, tishlarimizni tozalaganimizda ham uni o'zini qonun-qoidalari va tish iplaridan foydalanish juda ham muhim. Yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Faqatgina tishni yuvganimiz bilan bizda muammo bartaraf bo'lmaydi. Shu sababdan og'iz bo'shlig'ini polniy sanatsiya qilish kerak. Bu degani og'iz bo'shlig'ida karieslar bo'lsa, kovak tishlar bo'lsa, ularni davolatish, plomba qildirish. Eski plombalar bo'lsa, ularning orasiga ovqat kirib qolishi mumkin. Eski plombalarni yangilash, tish bilan plombani orasida har xil yorug'lar, tirqishlar bo'lmasligini ko'zdan kechirish kerak. Har xil qoplamalar qo'yilgan bo'lsa, mana shu qoplamalarning orasiga ovqat qoldig'i kirib qolmayotganligini, ovqat qoldig'i qolib ketmayotganligini tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Agar shunaqa holatlarda ham siz tishlaringizni yuvsangiz ham bu ovqat qoldiqlari chiqib ketmaydi va og'izdan badbo'y hid kelishiga sabab bo'ladi. Agar og'iz bo'shlig'ida toshlar bo'lsa, milk usti, milk osti, bu toshlarni tozalamasak, bu ham milklardagi yallig'lanish protsessiga olib kelishi mumkin. Bu narsa ham og'izdan badbo'y hid kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sizni birinchi qiladigan ishlaringizdan biri professional, ya'ni mutaxassis tomonidan tishlaringizni tozalatishingiz, tish toshlarini tozalatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qilinadigan ishlarimiz kovak tishlarimiz bo'lsa, ularni plombalatish yoki eskirgan plombalar bo'lsa, ularni yangilash tavsiya qilinadi. Har xil qoplamali konstruksiyalar qo'yilgan bo'lsa, u qoplamalar qancha yil bo'ldi qo'yilganiga, ularning atroflari tishlar ochilib qolmaganmi, ovqat qoldiqlari uni ichiga kirib qolmayaptimi yo'qmi, uni tekshirib ko'rish kerak. Agar shunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, u qoplamalarni yangilash tavsiya qilinadi. Agar bu holatlarni o'tkazganingizdan keyin ham og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid keladigan bo'lsa, unda oshqozonni tekshirib ko'rish tavsiya qilinadi. Ko'pincha oshqozondagi muammolar og'iz bo'shlig'ida namoyon bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarda jigarda qanaqadir og'riqlar paydo bo'lsa, jigarda qanaqadir kasalliklar yuzaga kelsa, og'iz bo'shlig'ini sarg'ayishi yoki tilni sarg'ayishlari kuzatilishi mumkin. Xuddi shunday og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid kelishini ham asosiy sabablardan biri bu oshqozondagi qandaydir muammolarning hisobiga ham bo'lishi mumkin. Siz barcha amaliyotlarni bajarganingizdan keyin ham og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid yo'qolmasa, unda siz oshqozoningizni tekshirtirib ko'rishingiz va gastroenterolog bilan o'sha muammoni bartaraf qilishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum, mening plomba qilingan tishlarim bor. Brekit qo'ydirsam bo'ladimi degan savol beribdilar. Bizda hozirgi kunda yangi bonding sistemalari mavjud. Shu sababdan nafaqat plomba qilingan tishlarga, balki koronkasi bor tishlarga faqat одиночный, ya'ni bitta dona tish qo'yilgan bo'lsa ham ularga brekit sistemasini yopishtirish imkoniyati bor. Shu sababdan sizda plomba bormi, koronka bormi? Koronkalarimiz faqat bir-biriga qo'shilmagan holatda alohida bo'lishi kerak. Shunday holat bo'lsa ham biz ularga brekit sistemasini yopishtirish imkoniyatimiz bor. To'g'ri, oddiy tishga nisbatan ularning mustahkamlik darajasi sal kamroq bo'ladi, lekin yopishtirish imkoniyati bor. Agar plomba qilish deganda siz faqat tish tojidagi plombalar emas, balki kanallardagi, ya'ni nervlar olingan tishlarni nazarda tutadigan bo'lsangiz, unda ham qilish imkoniyati bor, to'g'irlash imkoniyati bor. Faqat bitta minus tomoni, agar tishlarimizni qanchalik ko'p tishimizda nervlari olingan bo'lsa, kanallari plomba qilingan bo'lsa, ularni tishlarni surilish darajasi bizani ozgina qiynaydi. Ya'ni sog'lom tishga nisbatan nerv olingan tishlarni surilishi 50% ga sekinroq kechishi mumkin. Shu sababdan qancha tishlarning soni ko'p davolangan bo'lsa, imkon qadar biz bunaqa holatlarda brekit qo'ymaslikka, qanaqadir ortopedik yoki tish qo'yishlar yordamida tishlarni to'g'irlashni taklif qilishga harakat qilamiz. Shu sababdan biz rentgen tekshiruv o'tkazganimizda tishlarimizni davolangan tishlarimiz soni juda ham ko'p bo'lsa yoki deyarli barchasi davolangan bo'lsa, bunaqa holatda brekit tishlaridan emas, balki har xil vener, koronkalar, nakladkalar yordamida tishlarini to'g'irlashlarini tavsiya bergan bo'lardik. Keyingi savolimiz: doktor, manzilingiz qayerda? Sizda yordamingiz kerak deb yozishibdi. Bizning manzilimiz hozirgi kunda Toshkent shahrida Maxtumquli ko'chasida joylashgan Toshkent davlat stomatologiya instituti ortodontiya va tishlarni protezlash kafedrasida ishlaymiz. Shu kafedrada faoliyat olib boramiz.
Navbatdagi savolga o'tamiz. O'g'lim 12 yoshda, lekin 3-tishi ancha tepada va tashqariga ko'p chiqqan. Bu xavflimi? 12 yosh bu o'suvchan yosh hisoblanadi. Shu sababdan hali bola yana ham o'sadi, rivojlanadi. 3-tishi hali tepada, ancha tepada joylashgan deb yozibdilar. Bu narsa xavfli emas. Bolani o'sishi bilan, rivojlanishi bilan, jag'larning kattalashishi bilan ko'p holatlarda u tishimiz o'z tish qatoriga sekin avtomatik tarzda tushish imkoniyati bor. Shu sababdan biz breketlarni ko'pincha 14 yoshdan keyin qo'yishga harakat qilamiz. Faqat uni tekshirib ko'rish kerak. Nima sababdan 3-tishi tepadan chiqdi? Buni sabablari ko'p juda ham. Biz o'sha sababga qarshi davolash rejasini tuzishimiz kerak bo'ladi. Shu sababdan har xil jag'lari o'smay qolayotgan bo'lsa, yuqori jag'larni o'stiradigan apparatlarimiz mavjud. Bu narsani qancha vaqtli boshlasak, shuncha yaxshi. Uni 12 yoshdagi bola bilan 17-18 yoshdagi bolani suyaklarini qattiqlik darajasida farqi bo'ladi. Shu sababdan uni ortodont ko'rigiga olib kelishingiz kerak va ko'rsatishingiz kerak. Mana shu narsa yordamida biz uni nima sababdan tepada qolib ketgani, nima sababdan unga joy yetmay qolganligini aniqlab turib, unga reja tuzamiz. Agar hammasi norma holatida bo'ladigan bo'lsa, unda biz uni har 6 oyda bir yoki 1 yilda bir kuzatib turishimiz kerak bo'ladi. Norma holatida ham siz bolani 12 yoshgacha emas, uni o'sha tishlari chiqish boshlagandan 5 yoshdan, 4 yoshdan boshlab turib ortodont ko'rigiga olib borishingiz kerak edi. Agar o'sha vaqtida har 6 oyda, har 1 yilda ko'rsatib turganingizda mana shunaqa holatlar bo'lmasligi mumkin edi. Hozir ham kech emas, uni hozirdan boshlab ortodont ko'rigiga ko'rsating. Qandaydir davolash etaplari bo'lsa, jag'larini o'stirish imkoniyatlari bo'lsa, hozir 12 yoshda juda ham aynan vaqti hisoblanadi. Shu sababdan ortodont ko'rigiga olib borib, farzandingizni suyaklarini, jag'larini rivojlanishini tekshirtirib ko'ring. Navbatdagi savolga o'tamiz. Salom doktor, meni o'g'lim 7 yoshda, barcha tishi karies. Nima ular tushib chiqadimi? 4 ta tishi tushib chiqdi deb yozibdi. To'g'ri, 7 yoshda oldidagi markaziy kurak tishlarimiz tushib, uni o'rniga doimiy tishlar chiqishni boshlaydi. 7 yoshda orqadagi 6-doimiy tishlari ham chiqqan bo'lishi kerak. Qolgan tishlari ko'pincha orqadagi sut chaynovchlari u 10 yoshgacha turishi kerak. Shu sababdan agar hamma tishlari karies bo'ladigan bo'lsa, bu tishlarni hammasini qaytadan tiklash zarur bo'ladi. Ya'ni ularni plombalar qilish kerak yoki sut tishlarga qo'yiladigan maxsus koronkalar bor. Mana shunaqa koronkalar yordamida ularni anatomik strukturasini, ya'ni shaklini qaytadan tiklash kerak bo'ladi. Agar siz mana shu narsani hozir bajarmasangiz, kelajakda tishlarini qiyshiq chiqishi yoki jag'larini qiyshiq o'sishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Har bitta sut tishi ham juda ham muhim. Chaynov sut tishlarini hammasini qaytadan tiklash kerak, ularni imkon boricha saqlab qolishga harakat qilish kerak. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum doktor, meni 2,5 oylik farzandim bor. Tishim yomon og'riydi, kichik kovak bo'lib qolgan. Davolatsam bo'ladimi? Bolaga ta'siri yo'qmi? Nima maslahat berasiz? Oldindan rahmat deb savol beribdilar. 2,5 oylik farzandingiz bo'lsa ham, og'iz bo'shlig'ida kovak bo'lsa, bu kovak sizni farzandingizga ko'proq zarar yetkazadi, uni davolatmasdan yurganingizdan ko'ra. Sababi kovak tishlarimiz og'iz bo'shlig'ida bo'lganda, u mikroorganizmlarning ko'payishiga, har xil mikroblarning ko'payishiga sabab bo'ladi va siz farzandingizga uni o'pganingizda yoki og'iz bo'shlig'ida biron bir narsani chaynab berganingizda yoki so'skasini ko'pincha onalar shunaqa qiladi, so'skasi yerga tushib qolsa yoki biror joyga tegib qolsa, og'iz bo'shlig'ida tozalaydida, yuvishga erinib, keyin bolaga og'ziga solishga harakat qilishadi. Agar sizda ham shunaqa odatlar bo'lsa, bu narsa sizdagi og'iz bo'shlig'ingizdagi infeksiyani bolaga o'tishiga sabab bo'ladi va bolaning umumiy sog'lig'iga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan agar sizda kichkinagina kovak bo'lsa, u og'rib turgan bo'lsa, uni tezroq davolatishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Shu sababdan bunaqa holatlarda hech qanaqa bolaga ta'siri bo'lmaydi, chunki kovak plomba qilinayotgan payti, davolanadigan payti faqat og'riq qoldiradigan ukol qilinadi. Bu narsa onadan bolaga o'tmaydi, ya'ni bolaga ta'sir ko'rsatmaydi. Shu sababdan bemalol buni qo'rqmasdan tishlarni davolatishingiz va o'zingizga qarashingiz juda ham muhim. Shuning uchun ham bog'cha tarbiyalanuvchilarini birinchi og'iz bo'shlig'ini tekshirishadi. Agar og'iz bo'shlig'i toza, hech qaysi tishlarida kovaklari yo'q bo'lsa, keyingina ishga olishadi. Shuning uchun ularda har 6 oyda bir profosmotr bo'ladi. Ularni tekshirilganda og'iz bo'shlig'ida muammolari bo'lishi kerak emas. Shunday ekan, sizda ham og'iz bo'shlig'ingizda muammolar bo'lmasligi bu sizni farzandingiz uchun foydaliroq bo'ladi. Yuqoridagi savollarga imkon boricha javob berishga harakat qildik. O'zingizning sog'lig'ingizga
beparvo bo'lmang. To'g'ri, bizda 32 ta tish bor, lekin har bir tishning o'zini muhim o'rni bor. Shuning uchun hammamiz tishimizni asrashimiz kerak. O'zingizni sog'lig'ingizni asrang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.